Bu sure intayin bir ulug' sure bulup, bunun o'xshi nazil bo'lmagan. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda yomonliklar yuz beradigan vaqtni xabar beradi. Hasadxo'rning hasad qilgan vaqtidagi yomonlik intayin xatarli. Chunki bir odam hasad qilgan vaqtida alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Qur'onni tushunish darsimizni boshlaymiz. Biz ilgirki darsimizda Qur'onni tushunish darsimizni qaysirini o'qigandik? Sur Nasni o'qigandik. Endi biz ana shu Sur Nasniki juft bo'lgan Sur Falaqni o'qiymiz. Esimizda bo'lishi kerak. Sur Nas bilan Sur Falaq ikkisi bir juft sura. Bu ikkisining ismi bo'lsa Muavvizatan deb ataladi. Ya'ni Allohga panohlik tilinadigan suralar deb ataladi. Nima uchun bunday ataladi? Chunki bu suralar bilan Allohga panohlik tilinadi. Nimadan panohlik tilinadi? Sur Nas bilan shaytonning vasvasining yomonligidan panohlik tilinadi. Sur Falaq bilan butun maxluqotlarning yomonligidan panohlik tilinadi. Kechidagi yomonlikdan panohlik tilinadi. Va shundaqla sehrning yomonligidan panohlik tilinadi. Va shundaqla hasadxo'rning yomonligidan panohlik tilinadi. Va shundaqla bu ikki sura, ya'ni Muavvizatan panohlik tilinadigan sura deb atalgan bu ikki sura musulmonninki ruqiyasi. Ya'ni kasal bo'lib qolgan vaqtida o'qiydigan ruqiyasi, shifosi hisoblanadi. Ya'ni bu ikki sura shundaq bir ulug' suraki musulmonning jismoniy va ma'naviy kasalliklariga shifo bo'lgan bir sura. Bu sebepten bu suraning o'xshi yo'q. Bu haqda mundaq bir hadis var. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu naql qilinib, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq deydi: "Alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mislahunna." Qatsan oqshom tushgan oyatni ko'mdingmi? Xabaring yo'qmi? Uning o'xshash oyat sura hech qachon tushib bakmagan dedi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Onun o'xshi tushib bakmagan sura qaysi? Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Ya'ni Falaq va Nas surasi dedi. Demek bu ikki suraninki o'xshi Qur'onda yo'q. Çünkü bu sura ana shundaq bizning ma'naviy va jismoniy kasalliklarimizning hammasiga shifo bo'ladigan musulmonninki qo'rg'ini bo'lgan sura. Va shundaqla bu sura bizningki biror yerimiz og'rib qolsa, suflab o'qiladigan sura. Ya'ni ruqiya qilinadigan sura. Biz yuqorida deganimizdek. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda idashtaka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqra'u ala nafsihi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom og'rib qolgan vaqtida mushu ikki surani, ya'ni Nas bilan Falaqni o'qiydi va deb, ya'ni yengil tukurga chiqmagan shaklda suflab bedanga qanday qiladi? Yürüttü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kesili eğrişip ketken vaxtıda Hazreti Ayşe radıyallahu anha deydi. Men Resulullah'ın kuluyla yürüp gittim deydi. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kulunun bereketini ümit kılıp Muavvizatan'ı Resulullah'ın kuluğu okup yürüp şu kuluyla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ağırga yerlerini sılayttim ve süfleyttim deydi. Onun başka Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a bir Yahudi sihir kılga vaxtıdı mı? Muşu sürülen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kanda olgan şifa tapkan. Demek bu süre manı şundaq her bir Müslümanınki şifası, ruqiyası ve manevi korku. Bu haqda mundaq bir hadis var. Abdullah ibn Hubeyb radhiyallohu anhu naql qiladi. O mundaq deydi: "Biz yağmurli kechida Peygamberimiz Muhammed alayhisalomni bizga bir namoz o'qib bersin deb izlab chiqdik. Biz Rasulullohni topdik. Ondan keyin men Rasulullohning qashig'iga kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga aytqin dedi. Degen dedi. Men jim turdim. Ondan keyin Peygamberimiz Muhammed alayhisalom yana degen dedi. Men nima deyim ey Rasululloh dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qul huvallohu ahad va ikki muavvizni, ya'ni muavvizatanni degen o'qigin. Mushuni o'qisang, ya'ni qul huvallohu ahad va Nas va Falaqni okusang, şu 3 sure seni bütün yomonlikdan qo'g'daydi degan deydi. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisine qaragan vaqtimizda Nas ve Falaq ve onun qul huvallohu ahadni qo'shgan vaqtimizda şu 3 sure musulmonning haqiqiy qo'rg'ini, bütün yomonlikdan qo'g'daydigan qo'rg'ini. Xo'sh, unda bo'lsa bu sure bizga nima deydi? Biz namozda qul a'udhu bi robbil falaq deb o'qigan vaqtimizda nimadan panohlik tilovatimiz? Biz buni endi o'qiymiz. Unda bo'lsa biz suraningki tafsiri kelaylik. Qul a'udhu bi robbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Nayet şefkatlik ve mehriban Allah'ınki ismi bilen başlayayım. Al dülen sureninki umumi tercümesi bir okuvatkendiğin ki onunki şeyle yapmamız. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Ey Muhammed etkin ki Sübhinin Rabbi bilen sana sığınemen. Min şerri ma halak. Sen yaratkan bütün mahlukatlarınki yamanlıqıdan sana sığınemen. Ve min şerri gasiqin iza vaqab. Qaplığan keçideki yamanlıqtan sana sığınemen. Ve min şerri neffathati fil uqad. Tügüllerge chigiklarga dam soladigan sehigarlarning yomonligidan sana sig'inaman. Va min sharri hasidin idha hasad. Hasad xorninki hasad qilgan chig'idagi yomonligidan tong nuri, ya'ni subhininki
Rabbi bo'lgan Allohga sig'inaman. Xo'sh, mana bu suraning umumiy ma'nosi. Endi biz bu surdagi oyatlarni oyatma-oyat tushunib boqaylik. Birinchi oyat Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Qul a'udhu bi robbil falaq. Sübhinin Rabbi bilen sana panahlık dileymen, sana sığınaman degan deb Allah subhanahu wa taala uyutyapti bizga. Nima uchun Allah subhanahu wa taala bu yerda Robbil falaq, Sübhinin Rabbi bilen o'ziga sig'inishga buyurdi. Bu yerdagi falaq nima desanglar, tun kechininki tong otqa vaqtga yo'riqlikni ko'rsatadi. Demak, sizning xafalig'ingiz va qiyinchiligingiz ana shunday zulmatli kechiga o'xshash qop-qorong'i bo'lsa-mu, ana shunday zulmatli kechini tong otqizgan, yo'riqqa aylantirgan bir Rabba, shu Rabb sizning qiyinchiligingizni ko'tarib o'tadi degan ishorat qilish uchun Allah subhanahu wa taala bu yerda bi robbil falaq Sübhininki tongning Rabbi bilan sig'inaman degan deb Allah subhanahu wa taala bizga o'rgatyapti. Allah subhanahu wa taala bu oyatda ey insonlar, sizlarning shundaq bir Rabbinglar borki, zulmatli kechini tong otqiza oladi. Yo'riqlikqa aylantıra olaydi. Ashundaq Rabbga sig'ininglar. Uning bilan bütün yomonliklardan panohlik tilanglar deganni tushunaymiz. Demak, bizning ana shundaq bir zulmatni tongga, yo'riqqa, Sübhiga aylantıra oladigan bir Rabbimiz bor ekan. Uningga sig'inmay kimga sig'inamiz? Buni haqiqiy bir tushungan mu'min asla va asla qo'rqmaydi, andisha qilmaydi va ana shu Robbil falaq, Sübhining Rabbiga sig'inadi. Bütün qo'rqqan, andisha qilgan yomonliklardan uning bilan panohlik tilash orqali bu qo'rqinishni, bu andishini yo'qqa chiqaradi. Ikkinchi oyatda Alloh subhanahu va taolo min sharri ma xalaq, barliq maxluqotlarning yomonligidan panohlik tilayman degan deb bizga barliq maxluqotlarning yomonligidan Alloh subhanahu va taolo panohlik tilashga buyuryapti. Mayli insonlar bo'lsin, mayli jinlar bo'lsin, mayli hayvonlar bo'lsin, mayli narsalar bo'lsin, mayli biz haydayotgan mashinalar bo'lsin, har bir narsaninki Alloh subhanahu va taolo bizni qo'g'dimasa, bizni himoya qilmasa, uning bir yomonligi bor. Nurg'un foydali taraflari bo'lgandek, uning bir yomonligi bor. Alloh subhanahu va taolo shunga bu oyatda barliq maxluqotlarning yomonligidan panohlik tilashga buyuryapti. Shunga biz bu oyatni o'qigan vaqtimizda men bütün narsalarning yomonligidan Allohga sig'inyapman, Alloh bilan panoh tilayapman degan bu ma'ni tushungan asosda o'qishimiz kerak. 3-oyatda Alloh subhanahu va taolo va min sharri ghasiqin idza waqab, qorong'ulik qoplagan kechidagi yomonlikdan panohlik tilayman. Ya'ni tongninki Sübhining Rabbi bo'lgan Allohga panohlik tilayman deganda qorong'ulik kechidagi yomonlikdan panohlik tilashga buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda yomonliklar yuz beradigan vaqtni xabar beryapti. Ko'p hollarda yomonlik nerede yuz beradi? Kechida yuz beradi. Akşamda yüz beradi. Mayli insonlardan kelgan yomonlik bo'lsin, odamni urishga o'xshash, qaslashga o'xshash, o'ltirishga o'xshash, mayli jinlardan kelgan yomonlik bo'lsin, bu yomonlikning ko'p sonligi kechida yuz beradi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ana shu qorong'ulik qoplagan zulmatli kechidagi yomonlikdan panohlik tilashga buyuryapti. Demak, ko'p hollarda yomonlik nerede yuz beradi? Kechida yuz beradi. Qatnash voqeasi bo'lsin masalan. Shunga bu oyat shundaq bir ulug' oyatki, bütün kechidagi yomonlikdan panohlik tilashni o'z ichiga oladi. 4-oyat bo'lsa, "Va min sharrin naffathati fil uqad", chigiklarga, tuguklarga dam soladigan sehrgarlarning yomonligidan Sübhining Rabbi bo'lgan Allohga sig'inaman degan deb Alloh subhanahu va taolo sehrgarlarning sehrining yomonligidan panohlik tilashga buyuryapti. Demak, bu oyat qaragan vaqtimizda sehr haqiqatkan, sehrning ta'siri bor ekan. Sehr bo'lmasaydi, Alloh subhanahu va taolo bu sehrgarlarning sehrining yomonligidan panohlik tilashga buyurmagan bo'ladi. Demak, sehr haqiqat. Biz uning mohiyatini bilmasakmi, sehr haqiqat. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga bir Yahudi qana qilgan, sehr qilgan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ba'zi bir qilmagan ishlar qilgandek, bilinadigan bo'lib qolgan. Oxirida ikki farishta kelib, mana shu surni qana qilgan, nozil qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga o'qib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qana qilgan, saqayib ketgan. Va shundaqla sehr qilingan narsani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalarni avatib, uni quduqdan chiqarib, uni yeyishayotgan. Uningdan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam saqayib ketgan degan hadislar bor. Buning qaragan vaqtimizda sehr haqiqat. Lekin u sehrni qaytaradigan narsa bor. Uning shifasi qaysi? Mana shu muavvidatan. Nas va Falaqdan iborat ikki sura sehrning yomonligini qaytaradi. Shuning uchun sehrning yomonligini qaytarish uchun boshqa bir sehrgarning qashqa berishga asla va asla bo'lmaydi. Bu bir xato ish. Sehrgarning qashqa berish insonni iymondan chiqarib o'tadigan yomon cho'ng bir gunoh. Shuning uchun mayli o'zimizga sehrni qaytarish uchun bo'lsin, mayli qanday maqsadda bo'lsin, asla va asla sehr o'rganishga va sehrgarning qashqa berishga bo'lmaydi. Uning davosi mana shu muavvizatan bo'lgan Nas va Falaqdan iborat sura. 5-oyatda Alloh subhanahu va taolo va min sharri hasidin idza hasad. Hasad xorninki hasad qilgan chig'idagi yomonligidan Sübhining Rabbi bo'lgan Allohga sig'inaman degan deb hasadxo'rning hasad qilgan chig'idagi yomonligidan o'ziga sig'inishga buyuryapti Alloh subhanahu va taolo. Nimishqa desanglar, bu hasadxo'rning hasad qilgan vaqtidagi yomonlik intayin xatarli. Chunki bir odam hasad qilgan vaqtida eng tuni nimish qiladi? G'aybatini qiladi, yomon gapini qiladi, uni kichiklatishga, uni e'tiborsizlashga tirishadi. Bu eng kichik yuz beradigan ishlar. Eng yuqorisi nima? Uni o'ldiradi. Demak, hasadxo'rning mana shundaq yomonlik bor. Odam alayhissalomning o'g'ildir bo'lgan Qobilning Hobilni o'ltirishga sababi nima?
hasad. Yusuf alayhissalomninki bituqqanlar tarafidan quduqqa tashlanishning sababi nima? Hasad. Demak, hasadning mana shundaq biz o'ylab yetenmaydigan yomonligi bor. G'aybat, tuhmat, so'z chechak hammasi nerdan keladi? Hasaddan kelib chiqadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo hasad mana shundaq xatarlik bir ish bo'lg'achqa, "Va min sharri hasidin iza hasad." Hasadxo'rning hasad qilgan chig'idagi yomonligidan subhining Robb bo'lgan, butun qorong'ulikni yuritadigan Alloh subhanahu va taologa sig'inaman degan deb o'ziga sig'inishga, o'ziga panoh tilashga buyurdi. Va shundaqla hasadxo'rning hasad qilgan chig'idagi yomonligidan panohlik tilayman degan oyatning yana bir ma'nosi hasadxo'rning sog'an ko'zining yomonligidan panohlik tilashga buyurishidir. Ya'ni bir odamga hasad qilib, hasad ko'zi bilan qaragan bo'lsa, ya'ni bir odamdagi go'zallikka, ortiqchilikqa, ne'matga bu yerda ko'z tegishdan iborat bir hodisa yuz beradi. Endi ko'z tegish bu oyat qaragan vaqtimizda xurofat emas, 11 haqiqiy bo'ladigan bir ish. Amaliyotda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bu vaqtda nurg'unlurgan hadisi bor. Biz uning mohiyatini bilmaymiz, ammo Qur'on va hadislar qaragan vaqtimizda uning haqiqat ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bu haqda va yakadul-lazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra. O kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarda ko'zlari bilan seni yiqitayotqanlar tas qiladi deydi. Ya'ni sen ko'z silib, seni yiqitayotqanlar tas qiladi deydi. Demak, bu oyatmi ko'zningki, ya'ni ko'z tegishning haqiqat ekanligiga ishorat qiladi. Ondan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda innal ayna haqqun, ko'z tegish haqiqat dedi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agar taqdirga bir narsa ilgari bo'la olsa edi, ko'z tegish ilgarilatdi dedi. Ya'ni bir odamning taqdiriga 10-oyda ulab qilish bukilgan bo'lsa, bir odam 8-oyda ko'z sog'an bo'lsa, agar mush taqdirni o'zgartiradigan bir ish bo'lgan bo'lsa edi, ko'z tegish bilan u odam 8-oyda ulab qoladi deganlik bo'ladi. Demak, bu yerda taqdirning oldiga o'tmaydi ko'z tegish, lekin uning ta'siri bor deganlik. Demak, bu oyat va hadislar qaraganimizda ko'z tegish haqiqat bir ish. Va min sharri hasidin iza hasad degan bu oyat ana shu ko'zdan panohlik tilashga buyurilgan bir oyat. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Nasulan falaq nozil bo'lgan qadar kishilarningki ko'z silishidan Allohga panohlik tilab duo qiladi. Nasulan falaq nozil bo'lgandan keyin mush ikki surani o'qidi. Ya'ni mush ikki suralar insonlarningki ko'zdan saqlanishga Allohga duo qildi, Allohga sig'indi. Demak, ko'z tegishdimi mana shu muavvizatan, ya'ni Allohga sig'iniladigan shu ikki sura bizni himoya qiladi, qo'g'daydi. Demak, Falaq surasi musulmonning mana shunday ma'naviy qo'rg'oni. Chunki bu sura musulmonni butun maxluqotlarning yomonligidan himoya qiladi va shundaqla kichidagi yomonliklardan himoya qiladi va shundaqla sehgarning yomonligidan qo'g'daydi va shundaqla hasadxo'rningki hasad qilgan chig'idagi yomonligidan, ko'z silishidan bizni himoya qiladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz bu suraning umumiy muhim nuqtalarini bir ixchamlab olsak, birinchidan bu sura intayin bir ulug' sura bo'lib, buning o'xshi nazil bo'lmagan. Bu sura muavvizatan, Allohga sig'iniladigan sura bo'lib, kasallarimizga shifo bo'ladigan har bir musulmonninki ma'naviy qo'rg'oni. Bu sababdan bu surani har namozdan keyin bir qatim o'qish va shundaqla atdigan oqshomlik zikrlarimizda 3 qatim o'qish sunnat. Ikkinchisi, bu sura butun maxluqotlarning yomonligidan va kechidagi yomonlikdan va shundaqla sehrgarning yomonligidan xabar beradi. Va shundaqla sehrning mavjud ekanligi, u sehrni qaytarishning yo'lininki muavvizatan, ya'ni Nasulan falaq ekanligidan xabar beradi. Uchinchisi, bu sura hasadning o'zining bir yomon ish bo'lishi bilan birga uningdan nurg'unlagan yomonliklarning kelib chiqadiganligi va shundaqla u yomonliklardan panohlik tilashga buyuradi. Hasaddan saqlangan kishi nurg'unlagan yomonliklardan saqlanganga o'xshash, hasad qilguvchininki hasad qilgan vaqtidagi yomonligidan saqlangan kishi nurg'unlagan yomonliklardan saqlanib qolgan bo'ladi. Beshinchisi, biz muavvizatanga, ya'ni Nasulan falaq surasiga qul huvallohu ahadni qo'shib o'qigan vaqtimizda bu 3 sura butun yomonliklardan bizni himoya qiladiganligini o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu surani to'g'ri shaklda tushungili, o'rgangili va amaliy hayotimizga tatbiqligili nisib qilsin. Alloh subhanahu va taolo shaytonning vasvasalaridan, butun maxluqotlarning yomonligidan va shundaqla kechidagi yomonlikdan va shundaqla sehrgarning sehrsining yomonligidan, ko'z sog'uvchilarningki hasad qilguvchilarningki yomonligidan Alloh subhanahu va taolo hammamizni aman qilsin. Assalomu alaykum.